Man endi xafa bo'lmaysiz. O'rta prezident xafa bo'lmaysiz. Man dunyo prezidentlariga murojaatga chiqaman. Dunyo xalqiga murojaatga chiqaman. O'shaning uchun mana 3 xil tilda ruscha, o'zbekcha, inglizcha man murojaat qilyapman. Norozilik namoyishi qilaman. Mana nima mustaqilligim yaqin qolyapti. Sog'lig'imga qarab turib, hali borgani sog'lig'im ko'tarmayapti. Sog'lig'imga qarab turib, mustaqillik maydonida qilaman bu ishni. Men qilmayman, qilolmaydi demang. Men chechib bo'lganman o'zimdan. Shu nimani ma'lum qilmoqchiman. Nima meni ustimdan ariza qilib yozib berdilar, haqorat qilib hokim janoblarini. Men o'zlariga nima qilgan bo'lsalaring, e'tibor bergan bo'lsalaring, necha marta so'raganman, o'rta hokim, sizni kim deb atay? Mana jinoyatingizni kim deb aytay? Sizga kim ruxsat bergan jinoyat qilishga? Prezident aytyaptilar, qonun sani ichidan barobar, meni ichimdan. Prezident tan olyaptilar qonunni. Sizga kim qo'yibdi? Jinoyat yashirib, boshqalar jinoyatini qo'shib yashirib, hali hammasi chiqadi. Men o'qing chaqirib o'rta hokim nima kecha tushuntirish xati yozib berdim. Tez ochildi, hali ochiladi. O bitta juda katta nimalar hali xo'risini sotib sarf qilgan sizlarga. Buni men hali dokazat qilib beraman. Buni dod deyotibdi, hali o'rtaga tushib, hali katta summani talon-taroj qilib, uni hali 285 ming dollarlik nimani talon-taroj qilib, 21 kishi. Birortasida nimani tasdiqlovchi hujjat yo'q. O'rtadan soxta hujjatlar bilan o'tkazib yuboryapsiz. Soxta nimalarni, sudlarni ishga solib. Bu chiqadi hali bu. Hech qayerda qolib ketmaydi bu o'rta hokim. Shu o'rta nima men oxiri bu hokimlarga ishonmay, nimaga prokuraturaga ishonmay, davlat xavfsizlik xizmati viloyat rahbari Alimov sizlarga ixlosim juda boshqacha. Agar sizlar ham bo'lmasalaring, aytayapman-ku, portlab ketadi O'zbekiston. Eng ishonganim sizlar, 4 marta 5 marta bordim. Qo'qondagilaringga 4 marta 5 marta bordim. Mayli bu kun hokimdan qo'rqsin, aytdinglar. Siz kimdan qo'rqasiz o'rtoq? Nima? Endi sizdan maqsad men kimga ishonay o'rtoq Alimov? Buni ko'rmayapsiz deb o'ylamayman. Nimaki, sizlarda xodimlar oz, nima bilan bizdagi qangi shikoyat qilib davlatni nimasini mana bunaqangi maddohlarni aybini ochib nima qilganimizdan foydalanasizlar ko'proq. Bular eng halol nima sizlar? Mana katta kim bilan gaplashasiz, faqat shunaqa holda halol, shunaqa holda halol tamom bo'ldi respublika deyapti.